Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Biz hozir Vazirxon masjidida turibmiz. Ochig'i hayratdamiz. Boburiylar qurgan har qanday inshootda albatta mo'jizalar mavjud. Naqshlarni ko'ryapmiz. Juda mukammal arxitektura san'atini ko'ryapmiz. Biz bugun sizlarga mana shunday mo'jizalar bilan barpo etilgan Boburiylarning inshootlari haqida yana hikoya qilamiz. Demak, efirda manbalar so'zlaganda ko'rsatuvi. Pokiston Islom Respublikasidagi Boburiylarning merosi bilan tanishar ekanmiz. O'zbekiston Respublikasining Islomoboddagi elchixonasi hamda Muslim instituti rahbariyati tashabbusi bilan tashkil etilgan Pokiston-O'zbekiston umumiy madaniy tarix deb nomlangan xalqaro konferensiyada ishtirok etdik. Pokiston va O'zbekiston hamda turli o'lkalardan kelgan olimlarning ma'ruzasini tinglar ekanmiz. Boburiylarga tegishli manbalar dunyoga sochilib ketganiga guvoh bo'ldik. Pokistonda saqlanayotgan ko'plab Boburiylarga oid manbalar haqida ham ma'lumotga ega bo'ldik. O'zbekiston va Pokiston xalqini Boburiylar tarixi bog'lab turadi. Bizni arxivlarimizda Boburiylar saltanatiga oid ko'plab manbalar bor. Olimlarimizning hamkorligi sabab bu manbalar tadqiq etilmoqda. Bunday anjumanlardagi do'stona uchrashuvlar ikki davlat olimlarini birlashtiradi va yangi manbalardagi ma'lumotlar ochiladi. Boburiylar olib kelgan madaniyat, islom nuri tufayli do'stmiz. Bu anjuman har ikki taraf uchun manfaatli bo'ldi. Pokistonlik olimlarning birortasi Bobur shohni bosqinchi deya tilga olmadi. Aksincha, Pokistonga din va madaniyatni olib kelgan buyuk hukmdor sifatida ulug'lashdi. Bizni o'zining qadrdon do'stlari sifatida qabul qilishdi. मैं तो उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को जिस तरह एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जिस तरह उनके ताल्लुकात होते हैं, मैं तो उस लिहाज से देखता हूँ. Men O'zbekiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlarni bir oilaning a'zolari sifatida o'rtasidagi munosabat sifatida tushunaman. और मैं समझता हूँ कि जितने ज़्यादा हमारे रिश्तों में गहराई है और जितनी ज़्यादा उसमें वसअत है और जितनी ज़्यादा इसमें सिंसियरिटी है, मेरे ख्याल में मैं बहुत कम और मुल्कों के ताल्लुकात में देखे हैं. Men shuni tushunamanki, deyapti, bizning o'rtamizdagi munosabatlar qancha chuqur va qanchalik samimiyligi boshqa mamlakatlar o'rtasida bunaqa munosabatlar yo'q deb hisoblayman. और मैं इन ताल्लुकात को सिर्फ एक कल्चरल, सोशल, सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता हूँ. मैं इनको एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान हमारी लीडरशिप्स के विजन ने बहुत अच्छा किया कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई है. तो ये ताल्लुकात उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बहुत मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं. Men bizning mamlakatlarimiz o'rtasidagi madaniy, adabiy aloqalar nazarda tutmayapman, deyapti. Bugungi kunda bizning o'rtamizdagi aloqalar shunaqa bir bosqichga kirdiki, mamlakatlarimizning rahbarlari o'rtasidagi siyosiy dunyoqarash bir xilligi. Bu esa dunyo miqyosida bizning mamlakatlarimiz yanada yuqoriga olib chiqyapti. Ya'niki bizning o'rtamizda shunaqa bir do'stona munosabat paydo bo'ldi. और मेरी ख्वाहिश है कि ये ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत, मज़ीद वसअत इख्तियार करें और ख़ुसूसन हमारी जो यंगर जनरेशन्स हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि मुस्तक़बिल में ये ताल्लुकात इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहें. Men shuni istaymanki, deyapti, bizning mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar yanada mustahkamlashsin. Bu mustahkamlanishning natijasi yaqin o'rtada bu amalga ko'rinib natijalar berishini istayman. Konferensiyadan olgan ma'lumotlarimizni tekshirish maqsadida yana ilmiy safarimizni davom ettirdik. Mahallalarni oralab Akbar Shoh qurdirgan Vazirxon masjidi tomon yo'l oldik.
Yo'lda Sardobaga o'xshagan inshootga ko'zimiz tushdi. Inglizlar bosqinida zindon vazifasini o'tagani bois bu joyni bizga Pokiston olimlari zindon deb tanishtirishdi. Aslida esa hozir bu yer ko'tarilgan. Asrlar davomida qo'shilib ko'tarilgan. Bu yer ancha past bo'lgan. Mana ham ko'rayotgan bo'lsangiz, mana hozir tepa turimiz, o kirish joylari ham pastda. Yer shu 400-500 ichi ko'tarilib ketgan. Shuning uchun ham bu hozir go'yoki past bu ko'rinyapti. Unaqa emas. Tahorat qilib keyin kirgan. Shundan ham odam hayratga tushadi. Shundan ham. Qat'iy qadam bosmang, o'zimizning meros. Bitta Vazirxon masjidi mana bu bitta tahorat qilib kirgan bo'lsa kerak menimcha. Hamma narsa o'ylangan, tashqarida qilingan. Yerni mana haqiqiy balandligi nisbatan mana shu bo'ladi. Ko'ryapsiz, mana bu yerda ko'tarilib ketib qolgan. Mana hozir 2,5 metr ko'tarilib ketgan. masjidga kirar ekanmiz, uning haybatidan hayratlandik. Masjid Qur'on o'qish madrasasi bo'lganligini, bu masjidga tahoratsiz hech kim kirmaganini aytib berishdi. Binoga boqar ekanmiz, g'oyibdan Qur'on ovozi eshitilgandek bo'ldi. Ko'cha qanchalik issiq bo'lmasin, bu yerdagi havo mutadil edi. Mana me'morlarimiz yaratgan mo'jiza. Ular katta ilm sohiblari bo'lishgan. Yomg'ir yoqqanida suvlarning quvurlarga bir pasda ketishi ham me'morchiligimizning katta yutug'idir. Bitta narsa e'tibor qiling-da, bularning hammasi mana xuddi mana shu o'zimizdagi Buxoro, Samarqanddagi mana shu to'rt burchak uslubdagi va g'arb tomonda mehrob joylashgan mana shu chiroyli masjidlar. Farqi nimada? Farqi bu yerda g'ishtlarning qizilligida, qizil g'ishtlardan va mana bu yerga to'shalgan qizil g'ishtdan ishlatilganligini hisobga olishimiz kerak. Faqat hozir bitta narsa e'tibor berishimiz kerak, o'sha paytda shahar hokimlari yoki biron beklar, amaldorlar imkon qadar xalqqa yordam bergan. Qaysi ma'noda korrupsiya emas, o'ziga pul yig'ishni o'rniga bor pullarini endi nima deydi, sarflab imkon qadar mana shunday me'moriy obidalar qoldirishga harakat qilishgan. Shuning uchun ham mana bu 450 yildan oshgan bo'lsa ham mana shu endi bizgacha yetib keldi deb to'liq deb ayta olmaymiz. Buni chunki mana hozir ko'ryapsiz, bundagi bezaklar va boshqa nuqsonlar ko'zga tashlanib turibdi. Baribir ham shunchalik darajada bu ishlarni amalga oshirgani albatta tahsinga sazovor. Keyin minoralar masalasida bizda dumaloq shaklda, aylanma shaklda bo'lsa, bu yerda 8 qirralik bo'ladi. 8 va 12 raqami albatta so'zsiz bu baxtli raqamlar sanalgan. Mana shu 8 qirralik minoralarni e'tibor qiling. Endi tepadagi gumbazlar bularning hammasi albatta Temuriylar davriga oid yodgorliklar, bu aniq narsa. Mana hozir orqangizga qarasangiz, mana mehrob. Bundagi uslublarini qarang. Va arab alifbosida yozilgan Alloh Muhammad so'zlari yozilgan bo'lsa tepada va Qur'ondan olingan oyatlar bitilgan. Pokistondagi ko'pgina Boburiylar qurgan binolar ta'mirtalab bo'lib qolibdi. Albatta, katta mablag' evaziga ta'mirlanadigan bu binolar UNESCO ro'yxatiga kiritilgan. Nima bo'lganda ham sayyohlarni o'ziga jalb qiladigan bu noyob yodgorliklarni asrab qolish juda muhim. Savol tug'iladiki, o'sha go'zal imoratlarimizni, yuksak marralarimizni saqlab qolishimiz kerak, degan xulosa ham qilishimiz kerak. Faqat bular bilan hayratlanib yoki achingan bilan ish bitmaydi. Xulosa chiqarishimiz kerak.
juda ham hayratdaman. Pokistonda bu qadar Boburiylar qurgan arxitektura yodgorliklari bor deb tasavvurimga ham sig'dira olmagandim. Har qadamda Boburiylar qurgan binolar va ular turistlarni o'ziga chaqirib, Pokistonning iqtisodiga juda katta hissa qo'shmoqda. Xalq uchun juda ko'p binolarni, mana shunday ajoyib binolarni qurib ketishgan bobolarimiz. Qoyil. Boburshoh Hind o'lkasiga birinchi marta hammomni joriy qilgani tarixiy faktdir. Biz Dehli darvozasidan kirib, Shohi hammom deb ataladigan tarixiy joyga bordik. Bu hammom Akbar Shoh paytida qurilgan bo'lib, Temuriylar hammomlarining xuddi o'zginasi edi. Hammom har jihatdan mukammal qurilgan bo'lib, shifoxona vazifasini ham o'tagan. Hammomning isitish tizimidan tortib, uning qurilishi bizni hayratga soldi. Eng qizig'i, hammomga shoh va gado bir eshikdan kirgan ekan. Hammom erkaklar uchun 5 kun, ayollar uchun 2 kun ishlagan. Mana bu yerda ular cho'miladigan kishi bo'lgan, 6 kishigacha o'tiradi ekanda, bu atrofidagi hujralarda uning kiyimlarini, o'zlari kiyimlarini yechadigan xona bo'lgan. 450 yil ilgari mana bu elektr yo'q edi. Uni yoritish uchun mana tepadagi darchalar yorug'lik vazifasini o'tagan. Hozir mana bu turgan yo'lakchada hozir biz ko'rganimiz Dehli darvozasining tashqarisida Ravi daryosidan suv bu yerga olib kelinishi uchun sopoldan yasalgan quvurlarni ishlatishgan bo'lgan. O'sha paytlarda ko'proq yashil rangda ishlatilganda mana bu naqshlar qo'yilganki, ko'ryapsizlar, go'yoki bu farishtalar ularga pokizolikni olib kelyapti, suv olib kelyapti va hokazolar. Mana ramziy suratlar miniatyura. Bu yerda o'sha paytlarda marmardan qilingan ariqchalardan suv oqib tushgan. Mana bu yerda rasmmasini ko'rsatib turibman. Hozir mana bular marmar bo'lgan ekan. Suv mana tepadan aylanib kelib, mana pastga tushishi 3 kishiga mo'ljallangan hovuzcha. Mana rasmi ham turibdi. Mana suvni ko'ryapsiz, tepadan tushishi. Mana tepadan olib kelingan. Hamma suvlar yig'ilib mana shu yerdan tashqariga chiqib ketadigan joy ekan. Umumiy o'pshi chiqadigan. Endi bu ariq bo'lib ketadi-da. Bu ikki tarafdagisida sovuq suv bo'lib, o'rtada issiq suv bo'lar ekan. Suv lekin kelishi mana tepadan kelingan, bu nimasi bo'lgan, o'sha quvurlardan oqib kelgan. Mana bunisi issiq suv oqadi. Hammasi yig'iladigan. Bular marmar bo'lganda o'sha paytda. Bu mana bu shunday doira shaklda bo'lganda, hozir bu taraf yo'q deyapti. Birinchi kelganda bu yerda massaj olishar ekan. Keyin bu xonalarga tarqalib ketib, oddiy odamlar oddiy xonalarga, shoh oilasi oliy tabaqa to'g'riga. Mahaba haratani eshitgansizlar deyapti. Hozir deyapti, bir burchakdan ikkinchi burchakda turib gaplashsangiz ovozi eshitiladi deyapti. Odil gapiringchi. Zo'r eshitilyapti. Bir-biriga xabarni yetkazish uchun ekan deyapti. Haftada 2 kun ayollarga, 5 kun erkaklarga ekan. O'tin bilan isitilar ekan suv. Tashqari tarafdan, hozir tashqaridan. Bu yoqqa tushadi, keyin uni yo'naltirilishi burada. Issiq suv tashqari suvga keladi. Unga yana mana bu suv bu yerga yig'ilganidan keyin bir necha xil toshlar ham bo'lar ekan bu yerda. Hali suvni yana ham tozalash uchun suv kirib keldi, suv tozalanadi. Toshlar nomini aytayapti. O'sha toshlardan tepa filtr, balki tuzdandir. Mana bu xonalar marmarda bo'lib, devorlari bo'lgan. Endi isitish nimasini qarang, mana bu suv.
Basseyn ko'ryapsizmi? Mana shuni istilar ekan. Olov yoqiladi. Marmardan bo'lgan. Mana bular nima deydi? Qozon nimasi asosan. Tagidan olov yoqishgan. Tagida o't qalaydigan xizmatkorlar bo'lganda. Endi mana shu nimalar pochalar chiqayotgani mana shu nog'ora chalar ekan, siz uchun ham chaladi. Hali pokiza bo'lib toza chiqqandan keyin. Lahorda Shohi hammomdan chiqishimizda odamlar uchun mana shunday nog'oralar o'ynatib turgan. सुनो सुनो डेली गेट में आने वाले शाही मेहमानों Poklik muborak bo'lsin. Poklik muborak bo'lsin. Endi ibodatga shoshiling. Kuningiz xayrli o'tsin. Pokizalik sizga sharaf keltirsin. बरकरार रखें बुलंद हो Pokiston Islom Respublikasiga ilmiy safarimiz juda maroqli bo'ldi. Bizda saqlanib qolmagan bog'lar va hammomlar, Qur'on o'qish madrasalarini ko'rdik. Ulardan faxrlandik va albatta shu kabi bobomeros binolarni o'zimizda ham qurilishini orzu qildik. Biz keyingi ko'rsatuvimizda Pokiston arxivlarida saqlanayotgan Boburiylarga oid asl hujjatlar haqida hikoya qilamiz. Hozir esa xayr, omon bo'ling.